Hürmetli vatandaşlarım, endilikte leksiyemiz doğrusu da bir analiz yürgüzeyli. Bu yıl yaz bombam dedime. Soğuklu bop durmadıdır. Endilikte analizimizden başlayılı hürmetli vatandaşım biz deslepte Hindistan'ın Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na a'za bulup kirgenligi doğrusu da sözdeyli. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na Hindistan'ın a'za bulup kirgenligini karşılımız. Çünkü Şanghay Hemkarlık Teşkilatı bizden Uygurların sırtideki, eni ve tefekkürünün sırtideki, küçünün sırtideki ve bir taraf amal kılalaydıgan amal kılış çağrılarının sırtideki bir halkara teşkilat. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Uygurlarga, Uygur milletçilerine karşı O'rta Asiyada kurulgan, O'rta Asiyadaki müstakil bolgan devletlerini asası gavda kılgan teşkilat. Mundaq aytganda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı O'rta Asiyadaki etnik qarindaşlarını, Uygurның etnik qarindaşlarını birlik keltirip bu tarafta Uygurlarning alı topalan kötürüşünü yak, Uygurlarning faaliyet kılışını çeklaydigan teşkilat. Mundaq aytganda bu halkara noqtada aytganda hazır hech qandaq baqavatsiz turgan, kuch bo'lmagan, alaydı bo'lmagan yoki o'zining qo'lida hech qandaq bir qarshi ko'rsish. Ro'ydan boshqa qo'lida hech narsa bo'lmagan Uygurlarga O'rta Asiyada besim paydo qiladigan tashkilot. Lekin shundaq bo'lsa-mu, biz bugungi kunda Hindistonning vaziri Modi apandining va Hindiston bu davlatning O'rta Asiyoni markaz qilgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kirganligini qarshi olamiz. Shundaqla bu Modi Hindistonni bu tashkilotga boshlab kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinning bu yo'lda faqat mushta to'g'ri qilganligini qarshi olamiz. Nima uchun? Hindiston demokratik davlat. Hindiston Janubiy Osiyo quruqligidagi cho'ng davlat. Hindiston Xitoy bilan 1962-yilda nettan mustaqil bo'lgan kundan tortib hozirgacha tirkishib kelayotgan davlat. Strategik to'qinish yuz berayotgan va strategik elishish xufiyani kelayotgan va harbiy kuch bilan xiris qilishayotgan Tibet rayoni bo'yicha aytganda Xitoyning nazarida Hindiston jungo uchun aytganda bir tahdid deb hisoblanayotgan davlat. Shunga Hindistonning Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na a'za bo'lib kirishni qarshi olishimiz degan vaqtda har qanday bir yig'in ochilganda yoki Uyg'urlarga qarshi yoki boshqa ikkinchi bir xil kuchga qarshi Xitoy hukumatı o taklifni berganda men o'ylaymanki Xitoyning bu takliflari Hindistonda iborat bu davlatning cheklishiga uchraydi. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı qurilib nima ishlar yuz berdi? 1996 yıl 4. ayının 25-26 kunlar etrafında Xitoy hukumatı kuch to'plab o'xshashli bir vaqtda Şanghay'da Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı qurup kendi 7. numaralı hüccetini ilan qilib Uygurlarga umumyuzlik bastırış siyosatini yo'l qo'ydi. Mundaq aytganda Şanghay Hemkarlık Teşkilatı O'rta Asiyodagi bir qancha davlat va shu vaqtga Yelitsin Prezident Yelitsin Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nı imzalab Xitoyga yo'l qo'yib degidek Xitoyning Uyg'uristonda bastırış elib berishiga yeshil chiroq yoqib berdi degan gap. Endi bugungi kun kelganda bu tashkilotga O'rta Osiyodagi Afg'onistonga qatnashish kerak edi. Pokistonga qatnashish kerak, Iroqdagi Turkiyaga qatnashish kerak edi. Biroq O'rta Osiyo mustaqil bo'lgandan keyin Rossiya Federatsiyasining shu kundan keyingi siyosati Turkiyaning O'rta Osiyoga kirishini cheklash bo'lib ifodalandi. Hozir qanday bu siyosat uni olmaydi. Biroq hozir bu 3 davlat Pokiston, Turkiya, Afg'oniston buning qatnash tashabbusida bo'layotgandi yo'q. Bunisi noma'lum, lekin biz Hindistonning Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'na kirganligini qarshi olamiz. Demek Hindiston bir demokratik davlat Xitoy bilan bu yo'lda yoki Şanghay Hemkarlık Teşkilatı ishida qandaq ilishida bu kiygish. Biroq bugun Hindistonning bu tashkilotga a'zo bo'lib kirishi biz aytganda bir demokratik davlatning bu yo'lga qadam qo'yishi yoki O'rta Osiyoga kelishi. O'rta Osiyoga davlatlar qatorida cho'ng ishlarni muhokama, munozara qilishi bu olqishlash tegishli bir ishdir. Endi bu vaziyetimiz tugadi. Endilikda kelaylik. Yaqindan beri Amerika Qo'shma Shtatlarining nopozliq siyosiy arboblari yoki nopozliq davlat davlat majlisining a'zolari. Davlat majlisining a'zolari John McCain apandi Xitoylarni dediki, yovuz dedi. Borgan siri zomagarga aylanayotdi deb tanqid qildi.
Onundan keyin yani şu nopozluq arbab davlat majlisi nopozluq arbab dunyoviy bo'lib bu Jungoning dafsanda qilayotgan kishilik huquq siyosatiga va Jungolikning kishilik huquqlarini dafsanda qilayotgan Jungo hukumatini tanqidlash bo'yicha Christopher Smith nopozluq arbab Christopher Smith yana bir qancha davlat majlisining a'zolari bilan birlashib Rais Xi Jinpingga xat yozib 4-iyun voqeasini paran qilish, so'zlashish, muhokama qilish, bu to'g'rida fikr qilish, tafakkur qilish yo'lini qo'yib o'tishini talab qildi. Andan keyin McCover o Jungo komitetining raisi yaqinda Tibet to'g'risida yana bir fikr o'tirib qo'ydi. Biz bu xabarlarni sizlarga yetkazishdan avval oldi bilan xabar tariqasida yetkazib qo'ydik. Endilikki biz tahlilimizga qaytaylik. Tahlilimiz nima degan vaqtida sizlar shuna diqqat qilinglar, hurmatli vatandoshlarim. Bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo siyosati qandoq o'zgardi? Qandoq belgilanadi? Ya'ni mushu sabab bilan 4-oyning 7-kuni Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping Floridada uchrashgandan keyingi masala o'tirdi bo'layotgan masala yoki dunyoviy masala yoki Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo o'tirisidagi masala bir masala Chavshan masalasi bo'lib keldi. Endi gap buning bilan tugamaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosati, Osiyo siyosati zodi nima degan savolni qo'yishib, yaqindan beri to'rbetki yozuvchilar nima deyishgan edi? Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Prezident Trumpning Osiyo siyosati Shangri-La yig'inida oshkor bo'ladi yoki belgilanadi degan edi. Shangri-La yig'inida oshkor bo'ladi yoki belgilanadi degan edi. Hatta ba'zilar to'rbetlarda nima dedi? Hatta Chavshan masalasini hal qilish tufayli Jungo bilan bo'lgan Amerikaning munosabati qaysi darajaga berish mumkin degan masalalarda ba'zi dediki, hatta Koreyaga elib kirgan sat sistemasida Amerika elib chiqib ketishi mumkin deyishdi. Yani ba'zilar dediki, Janubiy Jungo dengizi masalasida Amerika Jungoga yo'l qo'yishi mumkin dedi. Yoki Jungoning Janubiy dengiz qo'ygan egilik huquq talablarini e'tirof qilishi mumkin dedi. Hatta tahlilchilar shu darajaga yetdi. Oxirida, eng oxirida degan vaqtda nima dedi? Zodi Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okean siyosati nima? Bu ish Shangri-La yig'inida oshkora bo'ladi dedi. Degandek mana shundaq bo'ldi. Bugun jamiyat sistem dedi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministrligi Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi bilan birlashib Tinch okean Osiyo ya Janubiy dengiz to'g'risida qonun loyiha ma'qullaydi. Janubiy dengiz to'g'risida qonun loyiha ma'qullaydigan bo'lsa, esinglardiki 2015-yil Gaaga sotining e'lon qilgan xalqaro sud hukmnomasi bor. Balki bu shuni asos qilamdi yo'q, buni bilmaymiz. Qonun loyiha oldimizda ma'qullanadigan bo'lsa, siz biz tushunadigan bir nuqta shuki, demak Janubiy Jungo dengizi to'g'risida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisi va Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaasi qonun loyiha ma'qullaydigan bo'lsa, men ishonamanki, vatandoshim siz ishoningki, hargiz Jungoning Janubiy dengizga qo'ygan egilik huquqini e'tirof qilishda asos qilmaydi. Jungoning Janubiy dengizga qo'ygan egilik huquqini e'tirof qilish asosida Amerika Qo'shma Shtatlari qonun loyiha ma'qullaydigan ish yo'q. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mudofaa ministrligi va davlat majlisi birlashib Janubiy dengiz to'g'risida qonun loyiha ma'qullaydigan bo'lsa, ish oshkorlandi degan gap. Nima oshkorlandi? Xitoy bir necha yildan beri Janubiy dengizni yasagan orollar va yasagan hada tashlab va bu yerda harbiylashtirish boshlaydi, harbiylashtirishni qabul qilmaymiz deb. Harbiylashtirish qatorliq siyosatlarning Xitoyning harakatlarining hammasi bekor bo'ldi. Masala shu yerga yetdi degan gap. Demak, bu yerda shu narsani ko'rib oling, hurmatli vatandoshim, Xitoy masalasi yoki Xitoyning Janubiy Jungo dengiz masalasiga munosabatli bir holda Chavshan masalasini o tarafda qo'yib turib, bu tarafda Chavshan masalasini hal qilish, o tarafda Janubiy dengizdagi Amerikaning ittifoqdoshlarini xotirjam qilish va yoki Janubiy dengiz masalasi to'g'risida qonun loyiha ma'qullab, bu yana zoti nima ekanligini oshkorlash, bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungo xortilgan siyosatini belgilash bo'lib qoldi. Ikkinchi masala
5 ayının 10. günü Kore'de yeni prezident saylandı. Yeni prezident Wen Jae-in taxtga chiqqandan keyin Jungo hukumati bar amallarni qilib bu prezident xizmat ishlab sot sistemasi Koreyadan chiqarib yetishni tashabbus qildi. Lekin oxirgi hisobda nima bo'ldi? Mana bugun yana xabar keldi. Hozir Koreyaning prezidenti Wen Jae-in bu sababda Amerika bilan birga turganligini, Amerika Qo'shma Shtatlarining sot sistemasi Koreya yarim orlig'i elib kirishini cheklamaydiganligini, Amerika bilan birlashib sot sistemasi Koreyaga ekirdiganligini. Demak, Jungo hozir 2 sababda mag'lub bo'ldi degili bo'lmaydi. Lekin shu darajaga berib yetdiki, biri sot sistemasi Koreyaga elib kirish darajasida diplomatik tirishchanliklarning o'zi mag'lub bo'ldi. İkincisi, Janubiy dengiz to'g'risidagi barliq tirishchanliklarning o'zi bu qatim Jim Mattis, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Jim Mattisning Shangri-La yig'inida so'zlagan nutqi bo'yicha Bornodimi Jungo mag'lub bo'ldi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okean siyosati davlat mudofaa ministri Jim Mattisning so'zi bilan belgilandi degan. Belgilen en asaslığı bir yerde Janubiy dengiz meselesi. Jungo ile Amerika o'rtasidagi masala değil. Bir yerdeki en mühim mesele Çavuşan yerim arlıya, Koreya yerim arlı meselesi. Şuna sat sistemisi, ekiriş meselesi. Bu mu Jungo ile Amerika o'rtasidagi iş değil. Demek Amerika Qo'shma Shtatlari özünün belgileydigan ve belgileş gerek bo'lgan Osiyo Tinch okean siyosatini ching tutdi. Çavuşan tüpeyli, yoki Jungo ile hamkorlashish tüpeyli, Jungo ile hamkorlashib ishlash tüpeyli Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy Jungo dengiz siyosatini o'zgartmadi, Koreyaga sot sistemasi elib kirishni o'zgartmadi. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okean rayoniga bo'lib Jungo qaratgan siyosati shakllandi deb aytaylik, hurmatli ko'tarlar. Endilikda yana bir tahlilimizga boshda aytdik, tahlil qilamiz dedik. Endilikda kelaylik Parij kelishimi. Parij kelishimini imzolash o'ng'ayga to'xtagan emas. Sobiq prezident ayni vaqtda Obama bu yo'lda bek tirishchanlik ko'rsatgan. Hatto men boshda aytdim, Vinjaba bir yo'sillik ochilgan yig'inni tashlab chiqib ketib qarshilik ko'rsatgan edi. Biroq sobiq prezident Obama shu vaqt tirishchanlik ko'rsatib, buni Jungo hukumati yoki rais Xi Jinping bilan Parij kelishimini imzolagan. Bugun Parij kelishimini prezidentimiz Trump apandi bekor qildi. Men aytdim, yana qanday sabablar bor? Bizga noma'lum. Qanday sabablar bor? Onu bilmaymiz. Parij kelishimi bekor qilindi. Parij kelishimi bekor qilinishi bilan tangli